Qulog'imga tegma, dig'dat ayasi. Men bu uyda erkakmanmi? Aytganim bo'ladi, big'illatib qo'yaman, tushundingmi? Ha, tinchlikmi? Nima bu o'tirish? Turyoningizdan musorlarni tashlab keling. Nima mana bo'yningizga taqir-tuqirlarni ilib olgansiz? Sendek xotinga chidab yashayotganim uchun ayasi, mahalladagilar oltin ko'payib berishdi menga. Sotaturin, big'illat sotaturin. Beparasa to'g'an bilan zo'r urishyapti mana shu bola onangimga. Adasi, nima ovqat qiling? Osh qilaver ayasi. Chachidan tot, tishlab zo'r bo'lmasam, tishlab. Osh? O'zi kecha osh yedi-ku, adasi. O'nni bo'lmasa nima so'rayapsan? Bor eshikka qara undan ko'ra. Yo'q, mana yurimi? Ha? Dalillari ham bor. Adasi? O adasi! Ha! Chorshanba kuni kechasi soat 2 da Shuhrat Perekrovskiyda nima qilyapsiz? Qaysi chorshanba ekan-a? Ayasi, men shuhrat qilib borganim yo'q. Menga yolg'on gapirmang adasi. Rasmiy ham, videosi ham bor. Bering oki dalilni. Ayas, men senga tushuntirib beraman. Ras mujikman. O'sha kuni 2 da Shuhratga bordim. Yo'l chetida bitta ayol bunday qildi. Qayerga borasiz desam, uyga boraman dedi. Yo'lda ketayotganda g'alati Xushomad omuz gaplar qildi. Men davlenam bor, davlenamni ko'tarmang dedim. Xushomad omuz qilaverdi. Davlenam bitta ko'tarildi, aqlni eslolmayman. Farishtam, jon ayas, kechir meni. Ha, o'la, o'zingni keting, o'zing yosting. Tabar, radardan keluvdi. Radardan? Radaringga la'nat. Bitta namunali oilani haramini chiqarding.